Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining yashardik obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun Xudo xohlasa azizlar, hafta kuniga juma 19-iyun Andijon avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Cobalt'lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat, yili yangi, eski har xillardan bor. Puli arzonlari ham chiqqan, 5000 dan pastda ham Cobalt'lar bor. Video davomida ko'rasizlar. Nasiya savdoga ham chiqqan, hammasidan Xudo xohlasa bugun zo'r qilib syomka qildik. Bittadan like bosib qo'yinglar azizlar, kanalimizda mehmonlar obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Xudo xohlasa kunlik yangi videolarda o'tkazib yubormaysizlar. Bugungi video roligimizni 2020 dan boshlayapmiz. Aytib o'tganimdek 2013 ham bor, 2025 ham, undan balandlari ham bor. 2020 birinchi Cobalt'imiz, ABS konditsionerlari bor. Yurgani 209 ming. Motor hadovoy korobka yaxshimi? Chiroyli deb aytilyapti. Endi o'zingizlar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. 209 ming yuribdi. Gaz umuman qo'yilmadi. Xohlasanglar propan, xohlasanglar metan qilib qo'yaverasizlar. Xo'p. 2020 209 ming yurgan 4-paysi toza. Petnoy ham yo'q. Gaz umuman qo'yilmadi. Gaz qo'yilmagan, benzin quyilgan. Aka, bozordan ko'ra arzonroq aytavering, imkon qadar. O'zi 9000 bozorga aytyapsiz 9000 tevroq. Boring yana 8800 skanalga yana barakasiga o'tib beramiz. Hujjatiga ham bo'ladimi? Hujjati generalni 2 yildan oshiqroq gendan gen chiqadi. Generalni bir marta xohlagan hujjat qilib beraveradi. Mashinaga barter bor. Bor. Nasiyaga berasizmi buni ham? Uni varianti bera olmayman. Bo'ldi, akamizni nomerlarini yozib qoldiramiz. Boshqa Cobalt'lar bor, uni ham video davomida ko'rasizlar. Nasiya savdoga chiqaveradi. Bu mashina 8800 dan xayrga o'tib beriladi. 2020 balonlari yaxshi. Holatlarni o'zingizlar ko'ringlar. Nomeringiz 94lik 94 001 001 0157 0157 raqamiga murojaat qilasizlar. 2016 navbatdagi Cobalt'imiz. Xo'p, mexanika, ABS bor, konditsioner, metan gazlari bor. 2016 qancha yurdi bu? 353. 353 ming yurgan 2016. Monitor qo'yilgan. Konditsionerlargacha ishlaydi. Konditsionergacha ishlaydi. Xo'p. 2016 353 ming yurgan. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraska va kirli kapotda bor, orqada petno bor. Uslitlari-chi tozami? Uslitlar sepilgan, udari yo'q lekin. Bo'ldi, necha pul qo'yaylik buni? Uni 6800 deyapsiz, 6600 barakasiga o'tib beradi. 6600 dan barakasiga o'tib beriladi. Generalni chiqam chiqmaydimi? Hamma hujjat chiqadi, yarim pul bo'lsa variant ham beraman. Bo'ldi, variant Nasiya savdoga ham berilaveradi. Nomeringiz 94lik 94 001 0157 001 0157 0157 raqamiga murojaat qilasizlar. 2025 navbatdagi Cobalt'imiz qora rangidan qancha yurdi aka? 33 ming yurdi aka. 33 ming yurdi. Midnight. Zavodskoy Midnight aka. 4-paketli propan. O'zini balon ekan-a? Radnoy balonda. Assalomu alaykum. 33 ming ekan. Yaxshimisiz? Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi toza. Toza. Propan tabletkami? Ha. Kraskasi toza. Narxi necha pul qo'yaylik buni aka? Narxini aka 11900 dan ham o'tib beraman aka. 11900 dan o'tib beriladi. Generalni chiqqan bularga? Dokumenti bo'laveradi, bu dokumenti bo'ladi. Variantgachi? Yo'q, variantga yo'q, mana shu 1-2 oygalik yetmay qolgan xonasiga eplab beraman. Mashinaga barter bor. O'zida o'zimizni mashinalarga bor. Nomeringiz? 77lik. Xo'p, 232 73 93. bo'ldi. Akamiz o'zida ham mikrofon borligi uchun qaytarmay qo'yayapman. Aloqaga chiqaverasizlar. 2018 navbatdagi Cobalt'imiz, puli yengilroqdan so'raganlarga qancha yurdi bu? 203 ming yurgan. Xo'p, ABS bor, konditsioneri bor, propan qo'yilgan. Motor hadovoy korobkalari yaxshi. Balonlari yangi. Puli yengil azizlar, lekin o'zingizlar ko'rasizlar hozir. 203 ming yurgan. Xo'p. Ruxsatnomasi bormi, tugadimi? 2 oygacha tonirovka ruxsatnomasi qolibdi. Yozda jazirama issiq kunlarni o'tkazib olsanglar bo'lar ekan. Metan gazlari bor. Xo'p.
2018 203 ming yurgan. Kraskasi 3 ta detal. Foizda 20 20-25%. Generalni davenis bo'lan? Bo'ladi, haqiqatlar bo'ladi. Nech pul qo'yaylik buni aka? Buni aka kanalga o'zi yaqinroq qilib qo'yish kerak deydi-yu. 69 dan ham o'tib. 6900 dan to'ladi. 7300 dan qaytyapti. Generalni chiqam? Chiqadi, hamma yo'q bo'ladi aka. Variantgachi? Ja variant yo'q aka, naqqa sotamiz. Nomeringiz? 77 77 232 232 73 73 93. 93 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. Yili balantidan davom etamiz. 2024 navbatdagi Cobalt'imiz 24 92 ming yurgan. 92 ming yurgan, 4-pokoleniya propani bor. Nima rasxoti bor aka? Rasoti yo'q da. Bitta shu orqa sapachog'ida bir tomonda sapachog' o'zi bir qarich. Bor. 92 ming yuribdi mashina. Salondan olib chiqib minganmiz o'zimiz nomimizda. Bir qo'l minilganmi? 92 ming yurgan 2024. Kraskasi Nari tomonda sapachog'da bor. bitta sapachogida Petno. Ketma. Nech pul qo'yaylik buni aka? Buni 10700. 10700 kami bormi? Kami bor, kelishamiz. Bermaganingiz bo'lmadimi siz bo'lmasa? 100 berishyapti. 10100 gacha foydalangan so'rashibdi. Xohlagan hujjati bo'laveradi. 1-2 oyga yetmay qolsa kelishlar. Ha, kelishaveradi. Mashinaga barter bor. Bor. Nomeringiz 99 99 767 767 0024. Aloqaga chiqaverasizlar. 2013 dan davom etamiz. Qancha yurgan bu? 424 ming yurgan. Motorgacha yurmadi. Xo'p, 4-pokoleniya propan. Keshar. ABS'lari bor. 3-pozitsiyasi ABS. Konditsioneri bormi buni? Konditsionerga ishlaydi, hamma ishlaydi. Ishlaydi. Muzlatadi. 424 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Kraska yonboshda eshik, kirloda bir 3 ta detalda bor. 3 ta detalda bor. Gazlari metana buni? Gazlari metal. Metanmi, propanmidi? Propana. Tabletkami yo kapsulalimi? Tabletga pokoleniya. Kraskasi? 3 ta detal. 3 ta detal yonboshda. Narxi? Narxi puli ham yengil, 6000 kelishtirib beradi. 6000 dan kelishda beriladi. Generalni chiqam chiqmaydi? Hamma hujjat chiqadi. Chiqaveradi. Variantga? Variant yarim puliga o'ynaveramiz. Yarim puli bo'lsa variantga kelishadi. Nomeringiz? 94 94 001 001 0157. 0157 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2020 navbatdagi Cobalt'imiz mexanika korobka. 2020 mexanika korobka. ABS konditsioner 4-pokoleniya propanlari bilan. Balonlarni ko'ringlar. $207 ming yurgan 2020. Propan ekana bu. Propan ekana. 220 ming yurgan. 200 ming. 200 ming yurgan 2020. Kraskasi Kraskasi bitta orqa qanotda bor. bitta detalda orqa qanotda. Narxi nech pul buni aka? Alaykum assalom, charchamayapsizmi, bo'ladimi aka? Nech pul? 8600 kami. 8600 kami bor. Generalni bo'lan? Nima hujjat? Variantga sotmaysizmi? Yo'q, bu ham mana shu chepchi. 1-2 oy kelishlaveradi, ha? Barteri bor. Bor. Nomeringiz? 99 99 767 767 0024. 0024 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2018 navbatdagi Cobalt'imiz ikkinchi pozitsiyada. Konditsioneri yo'q variant ekan. Metani bor, ABS bor. Ha, bor aka. Yurgani qancha bo'ldi aka? Endi 360 ming bor. 360 ming yurdi. Balonlar yangi, motor xodimlar zo'r holat. Falcon Premium qo'yilgan ekan. Shu 2 million 200 ming atrofida turadi shu balon. Yaxshi balon lekin bu. 362 ming yurgan. Konditsioneri yo'q ekan hozirgi kunda, lekin bo'lganmi oldin bilmadim. Metan gazlari bor. Kraskasi qanaqa buni? Toza aka. Toza. Bu nech pul qo'yaylik buni aka? Siz obunachilaringizga aka 8 mingdan ozgina kami bor. Qalay bo'ldi? Yaxshi. Obuna bo'lmaganlargachi undan ham arzonroq. Obuna bo'lmaganlarga o'tib beramiz aka. Albatta hazil azizlar. Gench qo'ram aka. Bu bo'yda akamiz. Bu akamiz o'zi taniganlar ko'p, taniydiganlar kanalimizda ko'p juda. Muammosi yo'q bizda akamlarda. Motor, hadovoy korobkalari zo'r holatda, balonlari yangi holatda. Ko'ngil yoqqan lyubovsa tekshirtirib oladi aka. Limondan kasetkasi bor xolos. Bo'ldi. Haligi
Zapravka ezib qo'yishadi-yu, umuman mana aka muammosi yo'q. Hamma yo'q o'ziniki, aka ichilmagan, sepilmagan. Nodirbek aka necha pul qo'yaylik yaqinroq undan ham aka? Aka o'zi yaxshi bo'lishi kerak-ku. 8.000. Pulni aytyapman, $8.000 yana kami bor. Bo'ldi, keyin qilib berasiz. Любой dokument. Mashina bo'lsa olib qolasiz. Matizdan tepa bo'lsin, aka past bo'lmasin. Bo'ldi, yana bitta pelosini qilaylik, yana bitta mashinasi bo'lsa o'zida He. boshqa joydan ko'ra bir 100 balantiga olib boring aka. Bo'laveradi. Nomeringiz 94lik 94 562 562 41 41 raqamiga aloqaga chiqasizlar azizlar mana. Barterlari bor. $100 balatiga mashinalari bo'lsa olaveramiz. Bo'ldi. Azizlar faqat nasiya savdoyi qolgan hamma yo'li kelishiverar ekan. 2020 navbatdagi Cobalt'imiz 4-pozitsiyada. Qancha yurdi bu aka? Nima deysiz? Qancha yurdi? 180 180 ming yurgan 4-pokoleniya propan. Motor ходовой korobka? Hamma yo'q zo'r. 180 ming yuribdi. 188 ming yurgan ekan. 4-pokoleniya propanlari bilan. Xo'p. Propanlari bor. 188 ming yurgan 2020 kraskasi toza. Aka necha pul qo'yaylik yaqinroq qilib? 9 kami bor. 9 kami bor. Kelishamiz. Generali bo'lam? Levo hujjat bo'ladi. Variantga sotmaysizmi? Variantga 1-2 oyga yetmaganiga variantga bera olamiz. Bo'ldi. Mashinaga barter bor, ha? Bor. Xo'p. Nimasi xohlagan hujjat bo'laveradi? Levo hujjat bo'ladi. Nomeringiz 99lik 99 767 767 0024. 0024 raqamiga murojaat qilasizlar. $5000 pasida Cobalt so'raganlarga mana 2013 yurgani 360 ming ekan. 360 ming yurgan, birinchi pozitsiyada metan gazi bor. Xo'p. Mana birinchi pozitsiya mexanika. Buni gazi nima buni? Metanmi? 90 talik temir, ha? Metan gazi bor. Kraskasi qanaqa? Kraskasi 40% bor. 40% bor. Lekin uslitrlari umuman bo'shalmagan. Ulangan joyi yo'q mashinani. 5000 pastda deb aytib qo'ydi. Necha pulga beramiz? Bo'lishini qo'yaylik. Bo'laveradi. Portlataylik. 48 ga beramiz. 4800. 4800 ga beramiz. Generalni berasizmi? Chiqadi-da. Bo'ldi, nomeringiz 95 95 830 830 77 71. 77 71 raqamiga murojaat qilasizlar raislar. Qilaveradi. Yili baland Cobalt so'raganlarga endi yil o'rtachasidan desiz ham to'g'ri kelaveradi. Hozir 2022 avtomat korobka. Avtomat korobka, aka kamserabis gazlari bor. Bitta aybi yurgani sal ko'proq ekan. 4-pokoleniya metani bor. Yurgani 250 ming. 254 ming. Motori rasvod qilmaydimi? Umuman rasvodi yo'q. Salon holatlarini ko'ringlar. 254 ming yurgan, monitor qo'yilgan, chexol taqilgan. Buni pulta aka bu. Ha, nari. Bu ko'zida. $254 ming yurgan 2022. Metan gazlari bor. Kraskasi? Bitta passajir oldi eshigida kraskasi bor, qolgan joyi toza bo'ldi. Bitta detalli kraska, qolgan joyi toza. O'tmagan. Necha pul narxi aka? Aka $9000 ga foyda bergan odamga sotamiz. 9000 ga foyda berganga sotiladi. O'zi akamiz haligi boshqa narx ham aytayotgandik. Kelishgan holatda arzonroqni qo'yib qo'yapmiz. Ochiq oydin qilib aytib ketyapmiz. 9 ga qo'shganga beriladi. Bizga qo'shgan insonga beramiz. Generalni chiqam? Любой dokument chiqadi. Eng qiziq shot spravka mashina. Bir qo'l minilgan. Bir qo'l mingan egasi nomidan shunday general chiqadi. Nomeringiz 94lik 94 562 41 41 aloqaga chiqaverasizlar. 8imiz bor hozir. 2014 navbatdagi Cobalt'imiz aytib o'tganimizdek, bugun yili eski avtomat korobkalar ham ko'p chiqyapti. Bu 2 evromi, 4-pozitsiyami? 2 evro. 2 evro avtomat korobka, ekonomizeri bor, konditsioneri bor. Ishlaydimi konditsioner aka? Ishlaydi. Yurgani qancha? 460 ming. Balonlarni ko'ringlar. 460 ming yurgan mashina ekan. 464 ming bo'libdi. Aka endi buni yurgani sal ko'proq ekan. Motor ходовой korobkasi qanaqa? O'ta go'zal.
Motorlari yangi qilib qo'yilgan ekan. Azizlar, eslatib o'taman, qaysi avtomobilni ko'rayotgan bo'lsanglar ham bizni kanalimizdan, boshqa aka-ukalarimiz kanalidanmi, biz shunchaki syomka qilamiz xolos. Sizlar o'zingizlar kelib, ko'rib, ustinglarga tekshirtirib, shu yerda lo'palarga, lampalarga soldirib, probeg ham yo'qini tekshirtirib olaverasizlar. Yoqmasa qaytarib olib kelib qo'yasizlar. 2014 avtomat korobka kraskasi qanaqa? Kraskasi 40%. 40%. Suvagichi? Old orqasi butun. Old orqalari butun. Bir tomonda bor-da. Bu kapotda betnova, mana shu bir tomonda bor. Bu necha pul qo'yaylik aka? 6300 qo'ying. 6300. Keyinroq qo'yaveraylik. Generalni chiqaveradi. Chiqaveradi. Bir marta keyin bo'ladi. Bo'ldi. Bir marta xohlagan hujjati bo'laveradi. Bank bo'lmaydi. Mhm. Bir marta generalni beramiz. Variantni sotmaysiz? Barter bor, variant. Barter bor. Nomeringiz? 95 95 830 830 77 71. 77 71 raqamiga murojaat qilasizlar. 2015 navbatdagi Cobalt'imiz. Xo'p. 1 yevro ekonomizeri bor, konditsioner, metan gazlari bor. Yurgani qancha buni? 446 ming yuribdi. 446 ming yurgan, monitor qo'yilgan. $446 yurgan, metan gazlari bor. 446 ming yurgan 2015 mexanika kraskasi 30%. Suvagi butunmi? Pechatma usullari yetmaydi. Faqat anaqa o'zini qo'ygan joylari bor, chiqarib. Bo'ldi. Necha pul narxi aka? Bu ham 6,5 ming. Bugunga bo'lsa 6,5 ming. 6,5 Tayyorlasak boshqa narx bo'ladi. Generalni chiqami? Generalni chiqadi. Bu hujjat chiqadi. Varianti chiqmaydi. Bu variant chiqmaydi. Barter bor. Nomeringiz? 97 97 473 473 20 80. 20 80 raqamiga Bugun aloqa chiqarib qilasizlar. Xudo xolasa qilishaveradi. Bugun erta tayyorlayveramiz. Puli yengil Cobalt so'raganlarga navbatdagi Cobalt'imiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, eng qizig'i kraskasi ham unaqa ko'p emas. Ikkita detalda. Haligi Cobalt'da kira qilaman degan aka-ukalarimizga mos tushiradigan mashina. Bu 2mi 3mi paysi? Abi konditsioner hamma yo'q. Ishlaydimi konditsionerlar? Ishlaydi. Ishlaydi. Yurgani 586 ming ekan. Endi Cobalt'da azizlar 600 ming yurganini ham ko'ryapmiz, 900 ming yurganini ham ko'ryapmiz. Olib minayotganlar bo'lyapti. Aytmoqchi bo'lganim, haligi qimmatga olib kira qilgandan ko'ra Cobalt'da kira qilaman degan kunlarimiz bo'lsa, ko'pchilikdan eshityapmiz-da, baribir ko'ryapmiz. Olib haydab tursa bo'laveradi, endi tekshirib olasizlar-da. 2013 mexanika, ikkita detalda kraskasi bor. Xo'p, necha pul qo'yaylik buni aka? 52 qo'yamiz aka. 5200 kam bormi? Xayriga o't beramiz. Xayriga o't berasiz. Generalni davenisi bo'ladimi? Keyin bo'ladi-da, bir marta keyin chiqadi. Bo'ldi, nomeringiz? Bu meni 95lik 95 830 830 77 71 raqamiga murojaat qilasizlar. Barter bor. 2013 navbatdagi Cobalt'imiz ikkinchi paysi ekan, konditsioneri bor, metan gazda qo'yilgan. Balonlari yaxshi. O'rtacha ekan. 448 ming yuribdi mashina. 448 ming yurgan mashina. Bu 2 ekana paysi, 2 Aziya. 448 ming yurgan motor, hadovoy korobka yaxshimi? Hamma yo'q bo'ladi. Endi o'zingizlar kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. Gazi metan 90 talik. Pollari zavod holatda. 448 ming yurgan 2013. Metan gazi bor. Kraskasi qayerda buni? Kapot xona. Ikkita detal. Filtr o'ziniki. Orqa kirilovda bor. Orqa kirli. 3 ta detalmi umumiy? Necha pul qo'yaylik bu narxini? 5800 qo'ying. Kami ham bor. 5800 kami bor. Generalni chiqam? Chiqadi. Varianti sotmaysizmi? Bir oy kuttiramiz, puli yetmasa. Nomeringiz? 94 94 430 430 1021. 1021 raqamiga murojaat qilasizlar azizlar. 2013 448 ming yuribdi. Yili eskiroq avtomat korobka so'raganlarga 2013 navbatdagi Cobalt'imiz 4-paysi avtomat korobka, 4-pokoleniya metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Buni yurgani qancha ekan? 269 ming yurgan. 269 ming kilometr bosib o'tgan 4-paysiyada avtomat korobka. Monitor qo'yilgan, chexollari o'rtacha holatda, kovrilari bor. Rul qo'yilgan ekan.
Gazi nima edi buni aka? Metani. Yurganni 260 ming dedingizmi? 269 ming yurgan 2013 4 pozitsiya avtomat korobka kraskasi. Kraskivka 25-30% diyorning petnolari bor. Kapotda petnon bor, krilo to'liq, eshitaydi, uni petnon, orqa kriloda petnon. Xo'p, narxi necha pul aka bu? Narxi kanaldan bo'lsa 6,5 ming jinday barakaga yo'l. 6,5 ming barakasiga o'tib beriladi. Generallik bilan bo'lmaydimi? Generalniy xohlagan hujjatini qilib beramiz. Buni savdo qilmadimi dedingiz? Buni hozir oldim aka. Bu. Hozir endi narxlanamiz. Mashinaga barter. Barter bor aka. Buni narsaga chiqarmaysiz? Nomeringiz? Pul yetmasa bank qilsa bo'laveradi. 97 97 473 473 2080. 2080 raqamiga aloqaga chiqasiz. 15 bor. Avtomat korobka 4-pozitsiya. Azizlar, navbatdagi Cobalt'imiz ham yili eskiroq avtomat korobka so'raganlarga bugun mana xudo xohlasa yili eskiroqlaridan ham ko'proq chiqyapti. Ko'pchilik aka-ukalarimiz so'ragan ekan. 2014 4-pozitsiya ABS konditsioner metan gazlari bor. Buni yurganichi? 380 ming. 380 ming yurgan. Motor hadovoy korobkalari yaxshimi? Hamma yo'q o'zi. Hamma yo'q o'zi. 387 ming yuribdi avtomat korobka. Gazi nima edi buni? Gazi 90 talimidi? Zorxona turing. 90 talik. Xo'p, 90 talik metanlari bor. Hujjatami yo'q bor. Shumka qilingan ekan. 2014 4-pozitsiya 387 ming yuribdi. Kraskasi Kraskasi bor, 40% borinki. 40%, 50% bor. Suvagi butunmi? Suvagi butun. Udari yo'q. Necha pul qo'yaylik buni? Buni 6600 dancha. 6600 dan ozgina o'tib beriladi. Generallik bo'ladimi? Ha, chiqaveradi generalni. Variantgachi? Yo'q, variantga emas. Naqd pul faqat. Ha, naqdda. Moshina bo'lsa olib qolasizmi? Nomeringiz? 88 625 45 11 raqamiga aloqaga chiqasiz. Raset deymiz. 2021 dan davom etamiz. 85 ming yurgan. 2021 85 ming yurgan ABS konditsioner metan gazlari bor. Yumshoq balon qo'yilgan. 85 ming yurgan 2021. Kraskasi qanaqa buni aka? Hozir petnosi bor ekan, ko'rsatib beramiz. Ochilmadi. 85 ming yurgan 2021. Bitta petno tushgan ikkalasiga. Necha pul qo'yaylik aka, yaqinroq qilib? 8900 qo'yamiz. Kamini qilib berasizmi? Generalni berasizmi? Variantgachi? 8900 dan o'tib berilar ekan. Generalni chiqaradi. Mashina bo'lsa olib qolaverasizmi kelishib? Nomeringiz? 50 900 63 23 23. Aloqaga chiqarasizlar.